Kelam ashlar. Xo'plasa suyak buzuqlaridan. 7 million so'm kami bor deyishyapti, lekin ozmas xayriga o'tib berishar ekan, xo'plasa. Nasibirga savdo bo'lyapti aka. Mana o'ziga nech pulga? Bu Qirg'izistondan tushgan, Qirg'iziston Bishkek. Bishkekniki. Lekin o'tdan xayriga o'tib beramiz. Ha. Bozor nech pul qilyapti aka? Bozor har xil qilyapti aka. Nech pul? Qana? Bu avonamizdan. Bular nech pul deyapsiz? Bular 22 million kam bor. Ha, ona bola bu? Ha, ona bola. 22 million kami bor deyishyapti, lekin 1,5dan. Nech pulga beramiz aka? Beramiz, ustiga yursa beramiz aka. Ustiga yursa berasiz, xudo qolsa. 3 ta paysa o'tadimi? Assalomu alaykum chorvador yutgan obunachilari, bizni kuzatuvchi akalar. Bugun Kosonsoy tumanidagi Sergachi bozoridagi video syomka qilyapmiz. Like tugmachasini bosib, videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Biz zo'r qilib, chiroyli qilib yoritib berishga harakat qilamiz aka. Hurmatli obunachilar, Qirg'izistonda Arashan qo'chqorlari akalar, xudo qolsa. Mana shuni 4 million 400 ming so'm savdo qilishyapti akalar, xudo qolsa. Bo'ylari ham yaxshi ekan mana. Aka nech pul deyapsizlar buni? 5 million kami bor. Xudo qolsa holatga qarab kelishiladigan varianti bor akalar. Nomerni aytib bering. 87lik. 87lik 735 735 54 aloqa chiqish o'rnida akalar, xudo qolsa. Bu Qirg'izistondan tushgan, Qirg'iziston Bishkek. Bishkekniki. Lekin o'tgan safarga video qilganimizda ko'pchilik negativ bu Qirg'izistonniki emas, Arashan emas, u bu deyishyapti akalar mana. Arashan mana quloqlari. Turganda biladi, tushunmagan odam u ming gapirgan mana foyda. To'ppa to'g'ri akalar. Mana quloq joylar shu garbanoslarga ham bitta ahamiyat berasizlar akalar. Narxi va sifati yoqqansa like tugmachasini ezib qo'yish. Bu mesni mana. Mesni bu kallasini ko'ring-ku. Mana quloqlarni kallasini ko'ring akalar. Ha, quloqlarni. Quloqlariga ham ahamiyat bering mana. Ah, 100. Ha. Mana shunaqadan o'xshadigan bo'lsa, amma zo'r ketadi xudo qolsa. Mana. Zo'r ekan, ko'z tegmasin akalar. O'zi Arashan. Tozalar. Dokumenti yo'q bularda. Yo'q, dokumenti yo'q. Endi bularga ham quloqiga chip qadab turib dokumentini qo'llansa, lekin bitta liniyada akalar. Xudo qolsa seleksiya qiziqadigan akalarimizni ham tashlab qo'yasizlar, xudo qolsa. Akalar. 4,5 dan deyishyaptigan qisir sovliqlar, xudo qolsa. Akalar. Qolsa. Akalar qisir sovliqlar, xudo qolsa. Bu qo'chqor ekan lekin. Ola sovliq ekan. To'y qilib boqqanini ologani ekan. Ologani bo'lsa buni botom deyapti. Botom. Endi yemlagani bo'lsa xizmatda qiladi. Aka nech pul deyapsizlar? Cho'ga 6,5 dan bering aka. 6,5 dan. O'zasiz aka buni qo'yam. Xudo xolasa 42, 43 savdo qilishyapti. Sog'liq aka. Bitta qo'chqari bor. Bitta o'zi qo'chqor ha? Qolgani sog'lig'i. Xudo xolasa akalar mana. 5 million kami bor deyishyapti aka mana shu. Nech puldan deyapsiz aka? 6,5 million aka. 6,5 kami bor bularda. Bo'ladi ham ha? Ishda ketadi. Yengilroq aka, 5,5 dan. Ha, 5,5 dan hali shuni eshitdim ha. Aka nech pul savdo qilyapsizlar uni? Mana hurmatli obunachilar, Qirg'izistonda Arashan sovliqlari xudo qolsa. Aka nech pul deyapsizlar buni? Aka hammasini olganga 10 milliondan ozginadan 10 million so'mdan xayriga o'tib beramiz. Ha. Bozor nech pul qilyapti aka? Bozor har xil qilyapti aka. Nech pul? 8,5 9 ga yaqin. 8,5 dan 9 oralig'ida Ha. savdo qilishyapti. Sotilgani ham bormi? Ikkita sotildi aka. Nech pulga? 19 million 700 gana o'sha turibdi. 19 million 700 ga ketdi o'sha. Ha, u bodom gul sotildi. Ha, bodom gullar sotdi. Bu afg'onamsizlardan ha? Bu avonamizdan. Bular nech pul deyapsiz? Bular 22 million kam bor. Ha, ona bola bu? Ha, ona. 22 million kami bor deyishyapti, lekin akalar mana quyruqlari ochiqdan xudo qolsa enasi ham zo'r ekan. Birinchi qorin enasi. Mana shunaqasini lekin toza Arashan qo'chqora qo'shadigan qo'shsa aka zo'r beradi bolani ham. Bolani yorib qarang xudo qolsa nasib qilsin akalar. Nomerni aytib bering aka. 94lik
94li. 184 184 55 57. 55 57. Ha. Aloqachi Xo'rosdagi manzil qayerda? Xonobod qishlog'ida aka Namangan tuman. Namangan tumani Xonobod Xonobod qishlog'ida aloqachi Xo'rosdagi akalar. Savdo bo'layotgan jarayonimiz qolsin. Qaysi biriga savdo bo'lyapti aka? Mana o'ziga nech pulga? 58. Nech pul deyapti ekanlar aka? 8 million 8 million 500 kami bor deyishyapti, lekin nech pul savdo qilyaptilar? 6 million so'm savdo qilishyapti. Xolasa. Yoshi 2 kishi ekan-a? Pichmami bu? Ha, bunisiga savdo qilyaptilarmi? Lekin hamma joyda kellalari ham soliq qo'shar ekan. Bular nech pul deyapsiz aka? 2 4 kishi ekan-a? 4 kishi chiqaryapti ekan. Endi chiqaryapti 4. Ha, 2 kishidan o'tibdi akalar, xudo xolasa. Buni nech pul deyapsiz? 5 million 800 qilishyapti bunga. Berganim yo'q. Bularigachi? Qirib bira. Ha, ko'chat. Ko'chat narsa ekan. To'g'li ekan, xudo xolasa. Bularchi aka? Bularni 50 to'liq qildi. Mana 50 to'liq qildi. Mana 6 million. Mana 6 million. 6 million. Men buni sog'liq debman-da boshida alash. Sog'liq bo'lsa buni xaridor 1000 dollarga oladi indamas. To'g'ri, o'shanga aytyapman-da, sog'liq qo'shar ekan. Pichma. Nomerni aytib oling aka. 33li 380 87 87. Tag o'rni bor-a? Tagi bor-a bulardan? Bor, xudo xolasa. Sog'liq to'g'rilardan ham bor-a? To'g'li ham. Kosonsoyda akalar manzil aloqachi Xo'rosda, xudo xolasa. Mana hurmatli obunachilar, boladan ajragan qisir sog'liqlar, xudo xolasa. Yosh qanaqa? 6 tish. Xudo xolasa, bo'ylari 70 dan 75 gacha chiqadi akalar, xudo xolasa. Boladan ajragan-a? Qanchaga sotdingiz bolasini? 3 million 200 ga. Buni nech pul deyapsiz? 4 millionga beraman. 4 million so'mga berib yuborasiz. Nega? Kami yo'q. 4 million qilib 4 millionga beraman. Lekin hozir sayrga o'tib beryapsiz-a? Nomerni aytib oling. 99li 999 47 78 akalar, aloqachi Xo'rosda. Tagi bormi yo'qmi? Yana bormi yo'qmi? Yana bor akalar, aloqachi Xo'rosda. Mana hurmatli obunachilar, kichkina barraq bo'lib so'raganlarga xudo xolasa tergachi bozordan chiqibdi akalar. Aka nech pul deyapsiz? 3 million 600 kami bor-a? Bozor nech pul qilyapti? 2850 dan qilyapti aka. 28,5 dan. Nech pulga beryapmiz aka? Beramiz, ustiga yursa beramiz aka. Ustiga yursa berasiz, xudo xolasa. 3 dan pastlar bitadimi? Yo'q, 3gachi. Xiyirroq, lekin nomer aytib oling aka. 90chli 353 72 72 92 aloqachi Xo'rosda. Tagi bor-a? Tagi bor. Sog'liq faqat. Qo'chqari bor hozir. Mana qo'chqar shekilli. Ha, qo'chqar. Ha, 2 dona sog'liq. Sog'lig'i ham bor-a? Nechtagacha chiqaramiz? 15-20 tagacha bor ekan. Aloqachi Xo'rosda, xudo xolasa. Manzil qayerda? Tepa Qo'rg'on. O'zimizdan kelgan aloqachi Xo'rosda, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bozorda Qirg'izistonda qo'zlardan ham chiqqan ekan arashalar bilan. Kellagar bilan quloq joylashuvlarga rahmat berasiz, xudo xolasa. Oq quloq, oq yuz, hammasidan kerak tavsiya qilaman boshlar. Aka nech pul deyapsizlar buni? 6 million kami bor. 6 million so'm kami bor deyishyapti. Yosh savdogar akalar, respekt. Ronaldo ekan. O'zi nech pul berding? 3 million berding. Yaxshi bo'ldi. Mana hurmatli obunachilar, to'qli hamda boladan ajragan qisir sog'lig'idan so'raganlarga xudo xolasa mana aka, zo'rlaridan. Hammasini quyruqlari ochiq ekan, dumbalari tikka akalar. Qo'ylar Namangan viloyati Kosonsoy tumani tergachi qo'y bozoriga chiqibdi akalar, xudo xolasa. Nech pul deyapti ekan, tog'a bo'ladi? Bo'ladi, xo'p. 5,5 dan narx aytyapsiz, katta kichik araba. O'pshi, qo'yg'i suyug'i. Bozor nech puldan olyapti haligi? Ha, ichida monolar ham bor-a? Ha, monolar ham bor.
5,5 million so'm deyishyapti ekan. Qo'yg'i suyuq optimga. Donalarga qanaqa sotamiz tog'a? Donalarga holatiga qarab sotaveradi. Holatiga qarab kelishlaradi, xudo xolasa. 5 dan teparoqlari ham bor, 5 dan pastri ham bor. 5 dan besh atrofida aylanadi donalarga. Xudo xolasa. Lekin tog'a bunaqa to'g'rilardan so'raganlar juda ham ko'p. Xudo xolasa tagonni bor-a? Nomerni aytib yuboring. 93lar. 491 To'rt- 66. 491 50 66 aloqachi qo'lasizlar xudo xolasa akalar. Manzil qayerda? Tepa qo'rg'on. Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida o'zimizda akalarimizdan ashlardan xolasa. Ammo ikkalasi sotildi. Nech pulga baraka bo'ldi? 300 mingga. Ikkalasi 9300 ga. Ha, baraka. 4 million 650 ta. To'qli, ha. To'qlilardan xudo xolasa akalar aloqachi qo'lasizlar. Buni ikkitani 4 dan qilyapti, 3 tani. Mana shu uchalasi 4 million so'm savdo bo'lyapti. Ha. Lekin zo'r bo'pti aka, mana shu. Sog'liqlar. Qo'shilsa beriladi. Ustiga yurilsa berilaveradi, aloqachi qo'lasizlar akalar, xudo xolasa. Mana hurmatli obunachilar, Bohma qo'chqorlar xudo xolasa. Aka nech pul deyapsizlar? 8 dan kami bor. Bozor nech pul qilyapti aka? 6,5-7 atrofida. Lekin kilolari ham akalar xudo xolasa 80 kilo atrofida aylanadi. Lekin mana ikkilasi semiz ekan xudo xolasa. Mana akalar xudo xolasa. Lekin o'zimizni premyerni o'lchab ko'ryapman-da, taxminan. Muhim taxmin aka, xudo xolasa. Nech pulga beramiz aka? Bozor biladi. Bozor belgilaydi. Nomerni aytib yuboring. Badani ham semiz ekan, kelgan mana shu klasi. 50 lar. 706 0550 aloqachi qolasiz. Tagi bor-a? Aloqachi qolasizlar aka, xudo xolasa. Xudo barakasini bersin. Tog'asiga nech pul? 7,5. Bozor nech pul qildi buni? 5 million 905 million 8 savdo qilishdi. Aha. Nech pulga beramiz? 6 million kami bor. Tagi bormi yana? Nomerni aytib o'ravering. 94 lar. 590 28 30 aloqachi qolasizlar akalar, xudo xolasa. Bohma qo'chqor ekan, ikkalasi ham akalar. Lekin mana ularga savdo bo'lyapti, xudo xolasa. Mana shu ikkalasi. Nech pul savdo qilyapti tog'a? 50 ming chiqimcha talaga bering. 50 ming chiqimcha talaga bering. Mana shu qo'chqorga savdo qilishyapti. Bilangizmi? Ha, o'zlari 50 ming so'm beraman, hozir qo'shib beradilar. 50 ming so'm beraman. Sport bittasi. Biz ishamiz pulimiz aka. Nech pul berishyapti 5 tog'a? millionda jicha dedi. Dedingiz 200 ming qo'shaman, yana jicha desasiz endi. Berimda bo'ldi. Ha 5250 bo'ldimi? Bunchalik qanaqa bilmayman. 5250 savdo qilishyapti mana shu qo'chqorga. 100 qo'shib bersalar bermasa 50 ming so'm. Endi ma bilmadim. 50 ming so'm. Mana hurmatli obunachilar, boladan ajragan sog'liq xudo xolasa. Lekin mana o'zi qisir ekan. 7 million so'm so'rashyapti akalar mana shu. Menimcha Qirg'iziston Rashan shekilli. Xudo xolasa. Qaysini savdo qilyapsizlar aka? Lekin mana ular ham juda zo'r ekan, kelishgan ekan mana shu opa. Xolasa. Mana shuni o'ziga 8300 so'rayapsiz. Aka nech pul deyapsiz? Ha, siz nech pul deyapsiz? 10 million so'm kami bor. Aka 83 beryapti xudo xolasa. Xolasa akamiz respekt. Siz olganim yo'q. Qo'yda olyapman aka, savdoni olyapman mana. Qo'llaring tushyapti mana, ko'rib turing keryapsiz. Xudo barakasini bersin akalar. Xudo xolasa mana shu sog'liqlarimizga 10 million so'm kam bor deyishyapti ekan.